Voy. To'xta! Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Şimdi murakami. Bizning to'rt balıqchimizni ayron qilib o'tmoqchiman. Qalbi 90 yar bo'lsin. Xayr xo'sh. Hayda. Nagimanga mashina bo'yi qizilchiroq, qizilchiroq diqqat. Loqo haydab chiqibdi birisi. Loqo bilan chiqibdi birisi. Lobat. Direktor, baya qarab qo'yoq, biz rasm tushib olaylik. Bu boshqa birisi izlab kelgan o'xshaydi bu. Ya danshindo, mayoqda. Ha, meshet. Boshib to'xtish o'rin mishaka. Bexatarlik tasmasini ish yutibdi-da. Bexatarlik tasmasini kiyibdi ekanda bu. Mahorat o'rnab berdi. Ha, seniki Shipakol satasining riyosatchilaridek mashinada ketdi-da. Ya. Voh. Hey. Milliy qatnash saqchisi o'xshaydi. Altuna boshlang. Voy rahmat. Voy, assalomu alaykum. Mening ismim Nasius Muhbat. Men hozir 3 yoshga kirdim. 4 yoshga yetib qoldim. Nedamlar tunini dinayap diyapam. Haymetimey. Şizat dadam. Sizat dadam. Rahmat. Addı kızım Mabis dadam. Ben soynaşkı bekam yaksıyam. Nasam 5 yakşı kızıyam. Rahmat. Assalomu alaykum. Barliq ustozlar, naq maydondagi, televizordagi barliq do'stlar, meni muxbil Musadin amanlarga o'ta salom. O'g'lim Mafruz, ming ishni bilganini tortib hozircha uyda
karton film ko'rmaydi, usul o'ynaydi. Bu usulni o'rgangan o'yinchilik olganda qildi. Shu uyda usul o'ynaydi, shuning bilan men xizmatda misol aldirash, kechikib uyga kirsam, keladida usul o'ynaymiz dedi, opslar o'ynaydi, cho'ng dadasilar o'ynaydi. Mush munosabatda cho'ng dadasiga shundaqda ishga oidliklarga, ota-onalarimga rahmat aytaman, rahmat. Hey, buningga nima tugulu ekan-da? Qarsam, shunda esil mashinasi bilan chiqibdi. Ash mashinasining o'zini qilib bo'lsin bir tal bilan tashlay. Mashin bilan Mana. Sizga oxir jang e'lon qilgan odam chiqdi. Sizga kun yo'q qilgan bo'ldi endi, balam. Mafruz balamning usulini hammanglar ko'rdinglar. Xuddi cho'ng odamni kichik qilgandaklam mahoratli taxe. Cho'gilab turib, sizni qo'yib o'tirdigan cho'nglarmi xil ta'sir qildi. Bizning xil mashq qilib baqqanlarmi asos bolalarmi ash harakatni ta'sir qildi. Men kichik bo'lgandan keyin sizni yaga qilib shuni ishti qilyapman deya. Biroz o'rgatdimi yo qanday? Muzik ritm sal tez bo'lgan naqshlarga yaxshi ko'rdim. Qancha tezlashgansiz, shuncha yuzdan bir hissiyat kelgan o'xshaydi. Shu hissiyati yomon yaxshi ekan. Men bu bir numar tashildim. Visiyep, koyup, denizleyip, tez nakş çıksa asla nakşı oynamayman. Üç perde ben duyan, asla nakşı oynayman. Yaxshi. Doyansın. Rahmat balam. Mafruz. Rahmat sizga, bek yaxshi o'yindingiz. Shuningga sizga bir bilet tashlayman. Rahmat balam. Rahmat. Mafruz. Mana men. Haymiyat demay. Sen bek tatlı ekansan balam. Meni chidg'ijigim qolmadi. Meni birni so'yib qo'ysang bilet topamiz, yo'q bilet. Unima? Mafruz o'zimning so'ygim ketdi-chu, bo'lmasa avval qilmaydimi? Muborak bo'lsin, sen bir bilet tashildim. Rahmat. Qalmirat, ma qilgan qonun xilofchimi? Sen kishikini baladan para olding hozir. Belki mesela o'ltagan ba'zilar ko'rgan bo'lishi mumkin. Bir video bor, bu o'g'lim Mafruzning o'ynagan bir usuli bor, Namaganning olmasiga. Bu Namaganning olmasiga videoni bu og'inlarim mikroblogda, Undidarda yo'llab, menga hozir Markaziy video stansiya birinchi kanalining nomi chiqqan Jungolikdan da Tusa Jungolik degan bir programmamiz bor. Markaziy video stansiyaning ekranlarida o'g'lim tushadi bir chiqib qolishi mumkin. Şu o'ltagan ekran oldiki barliq do'stlarniki o'g'lim Mafruzni qo'llab quvvatlab berishini chin ko'ngildan umid qilaman. Rahmat. Mafruz, sizga omad tilaymiz. Rahmat. İşkirge maşinlan babısıncıma yol teyilgaq. Ha. Qo'shamsan? Qo'sh. Qanday qilamiz?